Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Sizlar bilan men, nafaqaxo'rlar huquqlari bo'yicha advokat. Bugungi videomizda siz nafaqangizni naqd pul shaklida qanday qilib yanada oson va muammosiz olish yo'llarini batafsil bilib olasiz. Ishonchim komilki, ko'pchiligingiz bu yangilikni uzoq kutgansiz, chunki endi on minglab yoshi ulug'larimizning hayoti ancha yengillashadi. Siz butun umringiz davomida halol mehnat qilib, vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissangizni qoshdingiz. Necha qishloq xo'jaligi dalalarida ter to'kdingiz, paxta maydonlarida tunu kun ishladingiz, zavodlarda mashina guvillashida qattiq mehnat qildingiz, o'qituvchi bo'lib minglab yoshlarga ilm berdingiz, shifokor bo'lib minglab jonga shifo ulashdingiz, quruvchi bo'lib yurtimizga go'zal binolar qurdirdingiz. Har biringizning peshona teringiz, halol mehnatingiz bugungi mustaqil O'zbekistonimizning poydevori bo'ldi. Ammo bugun mana shu fidokorona mehnatlaringiz evaziga davlat tomonidan berilayotgan nafaqani oddiygina qo'lga kiritish ham ba'zida qanchalik mushkul bo'layotganini ko'rib, yuragim og'riydi. Sizlarning 80-90 yoshga kirib ham, ko'zingiz xira tortib, barmoqlaringiz qaltirab, bankomat oldida qancha qiynalganingizni bilaman. Sovuqda, izgirinda navbat kutganingiz, quyosh tigida birgina nafaqa pulini olish uchun uzoq yo'l bosganingiz, ba'zida bankomatda naqd pul tugab qolganida qaytib ketganingizni eshitsam, xafa bo'laman. Nevara yordamida har bir tiyiningizni hisoblab, ro'zg'or tebratishga uringan onalarning, bobolarning hikoyalarini eshitsam, ko'zlarimga yosh keladi. Axir sizlar hozir tinchlikda, farovonlikda, hamyonlaringiz pulga to'la, xotirjamlikda yashashingiz kerak emasmidi? Har bir so'm pulingizni qo'lga olish uchun nega bunday iztiroblarni boshdan kechirishingiz shart? Sizningcha davlat sizning bu fidokorona mehnatingizga munosib ravishda gamxo'rlik qilyaptimi? Izohlarda qancha yildan beri nafaqa olasiz, necha yil stajingiz bor va nafaqa olishda duch kelgan eng og'ir vaziyatingiz haqida yozing. Sizning hikoyangiz ko'pchilikka dars bo'ladi, boshqalarga tajriba bo'ladi va balki mas'ullarning e'tiborini tortishga yordam beradi. Azizlar, shuni yodda tutingki, huquqiy savodxonlik bu sizning qalqoningiz. Nafaqaxo'rlar huquqlariga oid qonunchilik tez-tez yangilanib turadi. Ba'zida kichik bir o'zgarish ham sizning hayotingizga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday muhim o'zgarishlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har bir yangilikni birinchilardan bo'lib bilib, o'z haqqingizni himoya qilishda biz sizga yordam beramiz. Kelajakda yanada ko'p foydali maslahatlar berib boramiz. Obuna tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani ham faollashtiring. Shunda yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Keling, avvaliga vaziyat qanday bo'lganligini eslab o'taylik. Bir necha yil oldin nafaqa pullarini naqd pulda olish nisbatan osonroq edi. Odamlar o'z pochtalariga borib yoki Xalq bankining kassalaridan o'z nafaqalarini olishardi. Ammo keyinchalik to'lovlarni plastik kartochkalarga o'tkazish siyosati joriy etildi. Maqsad shubhasiz yaxshi edi. Qulaylikni oshirish, xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish. Lekin afsuski bu yangilik yoshi ulug'larimizning ko'pchiligi uchun aksincha katta muammolarga sabab bo'ldi. Ko'p bobo va momolarimiz, to'g'risini aytsak, plastik kartadan foydalanishni bilishmaydi. Ularga PIN kodni eslab qolish, bankomatdan pul yechish, har bir harakatni to'g'ri bajarish juda qiyin bo'ladi. Ba'zilarning ko'rish qobiliyati pasaygan, barmoqlari qaltiraydi. Buning ustiga bankomatlarning murakkab interfeysi ularni yanada chalg'itadi. Yoki bankomat buzilib qolishi, ishlamay qolishi, ichida pul tugab qolishi kabi holatlar ham tez-tez uchrab turardi. Natijada nafaqa pulini olish uchun yoshlarga, nevara-chevaralarga qaram bo'lib qolish holatlari ko'paydi. Kichik xatolar sababli karta bloklanib qolishi, qayta tiklash uchun uzun navbatlar kutish, bu ham nafaqaxo'rlarimiz duch kelgan og'riqli muammolar edi. Hattoki ba'zi uzoq qishloqlarda bankomatlarning o'zi umuman yo'q edi va nafaqaxo'rlar birgina nafaqa uchun o'nlab kilometr masofani bosib o'tishga majbur bo'lishardi. Bu holatlar nafaqaxo'rlarimizga katta ruhiy va jismoniy zo'riqish berardi. Ko'plab xatlar, shikoyatlar kelib tushdi. Davlat organlari bu muammodan xabardor edi va nihoyat bu borada muhim qadam tashlanmoqda. Yangi o'zgarishlar esa Xalq banki orqali naqd pulda nafaqa olish tartibini soddalashtirishga qaratilgan. Bu yangilik 2026-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi.
Bu degani ushbu sanadan boshlab, agar sizga bank kartasidan foydalanish noqulay bo'lsa, bu ayniqsa 60 yoshdan oshgan, 70, 80, 90 yoshga kirgan yoshi ulug'larimiz uchun juda dolzarb. Nafaqa pullaringizni Halk banki kassalari orqali naqd shaklda, hech qanday ortiqcha byurokratiyasiz, ancha tezroq olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu juda katta qadam, chunki u nafaqaxo'rlarimizning hayotini sezilarli darajada yengillashtiradi. Endi ular har oy pul yetish uchun nevara kutib, bankomat izlab yurishga majbur bo'lmaydilar. Bu ularning mustaqilligini, qadr-qimmatini tiklashga xizmat qiladi. Shuningdek, nafaqaxo'rlarimizning qaysi toifalariga ko'proq e'tibor berish kerakligi haqida ham bir oz fikr yuritaylik. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan, qarovchisi yo'q yoki nogironligi tufayli uydan tashqariga chiqishi qiyin bo'lgan keksa fuqarolarimiz alohida diqqat markazida bo'lishlari shart. Ularga nafaqani uyiga yetkazib berish tizimi yanada takomillashtirilishi kerak. Ikkinchidan, uzoq, chekka hududlarda yashovchi, bank infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan joylardagi nafaqaxo'rlarimiz ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Uchinchidan, ba'zi nafaqaxo'rlarimizning nafaqa miqdori bugungi kun talablariga javob bermasligi ham achinarli hol aytishimiz kerakki, inflyatsiya har yili pulning xarid qobiliyatini pasaytiradi. Shu sababli nafaqalar doimiy ravishda inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda indeksatsiya qilinishi, ya'ni oshirilishi shart. Har bir nafaqaxo'rimiz o'zining munosib hayot kechirishi uchun yetarli darajada ta'minlangan bo'lishi lozim. Zero davlatning boyligi uning fuqarolari, ayniqsa keksalarning farovonligi bilan o'lchanadi. Aytgancha, sizningcha davlat nafaqalarni har yili qanchalik oshirish kerak? Sizning ro'zg'oringizga hozirgi nafaqa miqdori yetarlimi? Qaysi xarajatlar eng ko'p qiynayapti? Dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat yoki boshqa narsalarmi? Bu haqda ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim. Endi esa ushbu yangilikdan maksimal darajada foydalanish uchun aniq tavsiyalar beraman. 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab, agar siz nafaqangizni naqd pul shaklida olishni istasangiz, quyidagi oddiy qadamlarni bajarishingiz kifoya. Birinchi qadam, yaqin atrofdagi Halk banki filialiga boring. Bu sizning yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan filial bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasportingizni olishni unutmang. Bu eng asosiy hujjat. Uchinchi qadam, bank xodimlariga nafaqangizni plastik karta o'rniga naqd pul shaklida Halk banki kassalari orqali olish istagingizni bildiring. Ular sizga tegishli ariza shaklini berishadi. To'rtinchi qadam, arizani to'ldiring va imzolang. Bu jarayon ilgari bo'lganidek murakkab bo'lmaydi, ortiqcha hujjatlar talab qilinmaydi va juda qisqa muddatda hal bo'ladi. Beshinchi qadam, arizangiz qabul qilingandan so'ng, keyingi oydan boshlab siz o'z nafaqangizni belgilangan tartibda Halk banki kassalaridan naqd pulda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eslatib o'taman, bu yangilikdan faqat bank kartasidan foydalanish noqulay bo'lgan nafaqaxo'rlarimiz foydalanishi mumkin. Agar sizga bank kartasi qulay bo'lsa, siz avvalgidek o'z kartangizga nafaqa olishda davom etishingiz mumkin. Biroq, agarda sizga bank kartasi bilan bog'liq muammolar tugilgan bo'lsa, endi sizda munosib yechim bor. Ortiqcha qog'ozbozlik, uzoq kutishlar va asabbuzarliklar 60da qolishi kerak. Davlat organlari bu jarayonni maksimal darajada soddalashtirishga va ochiqlikni ta'minlashga va'da bermoqdalar. Bu sizning haqqingiz va siz undan foydalanishingiz kerak. Hurmatli tomoshabinlar, nafaqaxo'rlarimizning qadrini joyiga qo'yish, ularning tinch va farovon hayotini ta'minlash, bu bizning, ya'ni jamiyatimizning va davlatimizning burchi. Ushbu yangilik shubhasiz to'g'ri yo'nalishdagi muhim qadamdir. Endi bankomatlar oldida qaltirab turish, nevara kutib o'tirish kabi tashvishlar 60da qolib ketish arafasida turibdi. Xo'sh, aziz nafaqaxo'rlar, bu yangilik sizning hayotingizni qanchalik o'zgartiradi deb o'ylaysiz? Nihoyat, o'z mehnatingiz haqqini xotirjamlik bilan olish imkoniyatiga ega bo'lyapsizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.